Assalomu alaykum do'stlar. Kinotime'ga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga Xitoy kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan, juda ham qiziq syujetga ega bo'lgan Cheksiz halqa filmini taqdim etamiz. Xitoyning tog'li yo'llarida yo'lovchi qizning mashinasi buzilib qoladi va poputi yo'lni davom etishga majbur bo'ladi. Biroq ko'rinishi unga unchalik ham yoqmagan yuk mashinasi haydovchisini o'tkazib yuborib, ko'rinishi biroz kelishgan yigitning mashinasida yo'lni davom etadi. Biroq qiz kutilmaganda o'tirgan o'rindig'i tagida yotgan odam qo'lini ko'rib qoladi. Ko'rinishidan beozorgina bo'lib ko'ringan erkak aslida surunkali qotil edi. Erkak birdaniga mashinani to'xtatib, qo'lga kulich olib, qizning mazasini qochiradi. Bir necha kundan so'ng xuddi o'sha yo'ldan saloni to'la yo'lovchilar bo'lgan avtobus o'tadi. Sug'urta agenti Van bir necha kun oldin bu yerda qandaydir ayol g'oyib bo'lganligi haqidagi gaplari bilan haydovchining kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda radio orqali qo'shni chorrahada katta avariya sodir bo'lganligi sabab barcha yo'llar yopib qo'yilganligini xabar qilishadi. Haydovchi chorrahani aylanib o'tishni taklif qiladi va bunga hech kim qarshilik qilmaydi. Avtobus tez orada oldinlari hech kim ko'rmagan qorong'u tunnelga kirib ketadi. Ammo haydovchi yo'lni davom etadi. Biroq kutilmaganda yo'llardan qandaydir odam chiqib qoladi va ularni to'xtashga majbur qiladi. U ham avtobusga o'tiradi. Gazeta o'qib o'tirgan Li u odamning qidiruvda ekanligi haqidagi e'lonni ko'rib qoladi. Shu sabab o'zini himoya qilish uchun bildirmasdan pichoq oladi. Avtobusda yana ikkita ayol ham bor. Yangi model Sara va homilador ayol Zin va yana egizak Pank va Fanklar. Fank ko'rinishidan autistga o'xshardi, ammo opasi doim uning yonida edi. Oradan 20 daqiqa o'tsa ham avtobus ha deganda tunneldan chiqavermaydi va Toni bu yerda nimadir borligidan shubha qila boshlaydi. U mamlakatdagi eng uzun tunnel 11 kilometr ekanligini bildiradi. Uni bosib o'tish uchun esa taxminan 10 daqiqa ketardi. Shu sababli ular ortga qaytib, eski yo'ldan ketishga qaror qilishadi. Biroq bor tezlikda 30 daqiqa yursalar ham tunnelning oxiriga yetisha olmaydi. Toni avtobusni to'xtatadi va hamma yon atrofni ko'rish uchun pastga tushadi. Zin bir soatcha oldin kirish yo'lida tasodifan tushirib yuborgan telefonni topadi va qolganlar buning oddiy tunnel emasligini tushunishadi. Li yo'lovchilarni tinchlantirishga harakat qiladi va yordam topish uchun piyoda ketishga qaror qiladi. Biroq har ehtimolga qarshi uzun ip olib ketadi. Li ipning bir uchini olib ketarkan, uni boshqa uchini Van ushlab turardi. Xayriyatki homilador ayol to'qish uchun anchagina ip olgan edi. Sirli yo'lovchi ham unga qo'shilish istagini bildiradi va Li ham xohlar-xohlamas bunga rozi bo'ladi. Erkakning ismi Chen ekan. Biroq u ishi va oilasi haqida gapirishdan bosh tortadi. Tez orada quyuq tuman tushishni boshlaydi va yo'lovchilar avtobus yoniga kelayotgan ikkita odam sharpasini ko'rishadi. Bular shunchaki tunnelning boshqa tomonidan kelgan Li va Chenlar edi. Hali ham ipning bir tomonini ushlab turgan Van Li ipni tortib yuborgach, uni qo'yib yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, bu uzun tunnel odamlarni xuddi cheksiz halqaday yana avvalgi joyga qaytarib olib kelar ekan. Li barchaga oziq-ovqatlarni yig'ib, ularni teng taqsimlashni taklif qiladi. Bundan so'ng erkaklar tunnelni ko'zdan kechirishga otlanishadi. Ayollar va Pank esa avtobusda qolishadi. Oradan bor yo'g'i yarim soat o'tdi, ammo mizg'ib qolgan Zin uyg'ongach, avtobus kul bilan qoplanganligini ko'radi. Bu paytga kelib erkaklar ham yetib kelishadi va avtobusning yarim yaroqsiz holga kelib qolganligini ko'rishadi. Toni barcha ovqatlar buzilganligini ko'radi. Bundan kelib chiqadiki, tunnel nafaqat cheksiz, balkim bu yerdagi vaqt ham umuman boshqacha o'tadi. Tashqi dunyodagi bir soat bu yerdagi bir haftaga teng edi. Avtobus ichidan xuddiki kimdir yo'qotib qo'ygan tunnel xaritasini topgan Li ular bilan kimdir hazillashyapti deb hisoblaydi va xaritani o'rganishni boshlaydi. Bu vaqtda kutilmaganda chiroq o'chib qoladi va u qayta yonganida Li g'oyib bo'ladi. Yerda qon izlarini ko'rgan guruh shu izdan yurishadi. Chen hamma uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Qon izlari odamlarni orti bo'shliq bo'lgan devor oldiga olib keladi. Guruh uni buzib ichkariga kirishadi va devorlari izlanayotgan odamlar haqidagi e'lonlar bilan to'la xonaga duch kelishadi. U yerda yana bir uyum uzib tashlangan qo'llar va eng muhimi bu joyning muhandislik tuzumi tushirilgan xaritasi ham bor edi. Unda bir-biriga olib o'tuvchi jami 6 ta alohida tunnel tasvirlangan edi. Buni ko'rgan Chen ular barcha tunnellarni bosib o'tishlari kerak degan to'xtamga keladi. Xonani ko'zdan kechirgan guruh faqatgina bitta sanani ko'rsatadigan kalendarni topishadi. Uning ortida esa taxta eshik turardi. Ular ketganlaridan so'ng televizor ishga tushadi va unda g'orda qamalib qolgan qandaydir ayol ko'rinadi.
Guruh ikkinchi tunnelga kiradi va yana o'zlarining avtobuslarini topishadi, biroq ular bu joyning boshqa bir vaqt zonasida joylashganligini tushunib qolishadi. Ular ovqat topish uchun avtobusga kirishadi va bir qancha roltonlarni topishadi. Ammo Toni birdaniga o'rindiq ortidan topib olgan qurolni odamlarga o'qtalib, topgan yeguliklarni berishlarini talab qiladi. Qolganlar uning aytganini qilishadi. Tez orada barcha ochlikni his qila boshlaydi va model Sara Tonining oldiga borib, lapsha o'rniga o'zini taklif qiladi. Erkak bunga rozi bo'ladi va siz Telegramda ko'rishingiz mumkin bo'lgan ishni qilishadi. Bu vaqtda Van sezdirmagan holda bir pachqa lapshani o'g'irlab ketadi va Toni buni bilib qoladi va uni o'lar qilib kaltaklaydi. U sug'urta agentini endi o'ldirmoqchi bo'lganda kimdir uning ortidan unga zarba beradi. Qotillikni ko'rgan odamlar bundan dahshatga tushishadi. Van janjal vaqtida tushib qolgan ovqat paketini izlashni boshlaydi va avtobus tagiga qaragach, lyukni topadi. U orqali odamlar yana bir xonaga tushishadi. U yerda ham g'alati suratlar va odam tana a'zolari bor edi. Televizorda esa g'orda cho'kayotgan ayol videosi qo'yilgan edi. Ular ortida eshik yashiringan kalendarni topishadi. U orqali o'tishgach, navbatdagi nam va qorong'u tunnelga kirishadi. U yerda ham avtobus bor edi, ammo uning ichi kalamushlar va ilonlar bilan to'la edi. Och qolgan Van chirib ketgan lapshani yeydi. Unga rahmi kelgan Zen unga pechenya beradi, ammo Van hammasini berishini talab qiladi. Qiz bundan bosh tortgach, u kutilmaganda to'pponchani oladi va hamma ovqatni olib qo'yadi. Van ulardan biri o'lganidan so'nggina sirli eshikni topishlari mumkin degan to'xtamga keladi va yo'lni davom etish uchun ulardan birini otishini aytadi. Jen uni tinchlantirishga harakat qiladi, ammo Van Jenni majburlagan holda uning yelkasiga o'q uzdiradi. Bundan so'ng egizaklarni qo'shni xonaga olib kirib, ularni do'pposlashni boshlashadi. Park ukasini qutqarishga harakat qiladi va Van qizni o'ldiradi. Bundan so'ng Sarani o'ldirishga harakat qiladi, ammo bunday qilishidan oldin kimdir uning ortidan pichoq sanchadi. Yana ikkita odam o'lganidan so'ng guruh sirli eshikni topadi. Ular orqali esa 4-tunnelga o'tishadi. Bu vaqtda Zenda tug'ruq boshlanadi va devor yoniga o'tirib oladi. Yarador Chen va Saralar avtobusni ko'zdan kechirishga jo'nashadi. Sarada gallyutsinatsiya boshlanadi va qo'rqib ketganidan avtobusdan chiqib qochishni boshlaydi va bir o'yim jasadlarga duch keladi. U yerda yotgan ko'zguni olib unga qaraydi va kimdir qizni bo'g'izlaydi. Chen Zenning oldiga qaytadi, u esa allaqachon o'g'il tug'gandi. Ular yo'lni davom etishadi, ammo kutilmaganda chaqaloq nafas olmayotganligini bilib qolishadi. Jen qo'liga pichoq olib, Chenni o'ldiradi. U qandaydir laboratoriyada ko'zlarini ochadi va qandaydir tajribada ishtirok etayotganligini tushunadi. Keyingi sahnada tunnel sirlarini muhokama qilayotgan harbiylar maxfiy majlisini ko'rsatishadi. General Arni surunkali qotil James avtohalokatdan so'ng koma holatiga tushib qolganligi haqida hisobot beradi. U bungacha bir qancha ayollarni o'ldirgan edi, ammo ulardan biri, ya'ni Siara ismli ayol hali ham tirik degan taxminlar bor edi. Biroq uning qayerda ekanligini qotildan tashqari hech kim bilmasdi. Ammo u komada bo'lganligi sabab uni so'roq qilisha olmasdi. Harbiylar miya instituti olimlaridan yordam so'rashga qaror qilishadi. Ular Jamesning ong ostigacha yetib borib, uning sirlarini fosh qilishlari lozim edi. Kecha institutning eng zo'r ruhshunoslaridan biri Chen nihoyat Jamesning ongiga kira olgan va bir qancha ma'lumotlarni topgan. Ma'lum bo'lishicha, yo'qolgan ayol Siara uning xotini ekan. Demak, bularning barchasi Jamesning ongida sodir bo'lgan. Chen uning xotini Sian daryosi yaqinida ekanligi haqidagi ishorani topa oldi. U Siaraning aniq joylashgan joyini topish uchun yana bir bor Jamesning ongiga ulanishi lozim edi. U 15-iyulda qotilning ota-onasi o'lganliklarini bilib oldi. O'sha mudhish kunda otasi xotini qandaydir haydovchi bilan don olishib yurganligidan xabar topgan. Bu esa ularning orasida katta mojaro keltirib chiqargan va onasi eriga pichoq urgan. Bundan so'ng esa o'z joniga qasd qilgan. Buni eshitgan Chen hayratda qoladi, ammo Jamesning ichki dunyosida nafaqat qora, balkim ezgu tomonlari ham borligini aytadi. Qotil aslida tunnellar bo'yicha muhandis bo'lgan, shu sababli komaga tushgandan so'ng miyasida tunnellarni yaratishni boshlagan. Chen Jamesning miyasiga kirganida uning maqsadi uni bu tugalmas halqadan olib chiqish bo'lgan. Biroq ichkarida bir odamning ko'plab shaxsiyati bo'lishini kutmagan edi. Ularning eng yaxshisi sog'lom va kirishimli bo'lib chiqdi. Aynan u qolganlarini ortda qoldirib, Jamesni komadan olib chiqishga umid qilishgandi. Afsuski tunnelda chiroq o'chib yonganidan so'ng u g'oyib bo'ldi. Ikkinchi shaxsiyat Toni edi. U ham oxirga qarab qattiq qo'l bo'la boshladi. Bu esa Jamesning qahrli holatini eslatardi. 3 va 4-shaxsiyatlar esa Van va Saralar edi. Ular ota-onasining ichki proyeksiyalari edi. Jamesning otasi sug'urta agenti, onasi esa model edi. Bu holat Sara Toniga ovqat uchun berganidan ma'lum bo'ldi. 5-esa ideal ona obrazini eslatuvchi homilador ayol Jen edi.
ammo u ham Jeymisning qora tomonini yo'qqa chiqara olmadi. 6 va 7 shaxsiyat esa autist, uyatchang, ammo juda ham iqtidorli matematika va fizikaga ukuvi bor bo'lgan bolaligidan olingan egizaklar bo'lishgan. Ammo avtobusda bo'lmagan yana bitta eng vahshiy shaxs ham bor edi. Aynan u haydovchi Li, Toni va Vanlarni sirli tarzda o'ldirgan edi. Ko'proq ma'lumotlar yig'ish uchun unga yana bitta tajriba kerak edi va ertasi kuni shunday qilishadi. Bu safar u Jeymisga yuzma-yuz keladi va uning xotini qayerda ekanligini so'raydi. Biroq qotil otasini o'ldirganligi uchun onasini qanchalar yomon ko'rishi haqida gap ochadi va aynan shuning uchun ham ayollarni o'g'irlab o'ldirishini aytadi. U Chienni hayotida sodir bo'lgan turli xil holatlar ko'rsatilayotgan ongining turli xil burchaklaridan olib o'tadi. Ammo Chien ularning barchasini yengib o'tadi va uning eng zaif tomoniga, autizmga chalingan shaxsiyatiga duch keladi. U qotilning xotini qayerdaligini bilish uchun bolani yo'lga solishga harakat qiladi, ammo uni egizak opasi to'xtatib qoladi. Chien kutilmaganda kinozalda paydo bo'ladi va tunnel ichidagi barcha qotilliklar orqasida turgan haqiqiy vahshiy bilan uchrashadi. Bu esa Chienning o'zi edi. Ma'lum bo'lishicha, Jeymisning ongi shu qadar chalkash va vahshiyona ediki, unga kirgan odam ham surunkali qotil kabi o'ylashni boshlardi. Yovuz Chien Sierraning qutqarilishini istamaganligini ko'rsatadi. Shu sababli tunneldagi odamlarni birin-ketin o'ldirgan, hatto chaqaloqni ham. Kutilmaganda sahnada qo'rqib ketgan autist bola va Chienning xotini paydo bo'ladi. Fang Sierrani o'ldirish uchun uning yoniga yaqinlashadi, ammo so'nggi damda chekinadi. Bu imkondan foydalangan haqiqiy Chien bolakay yoniga borib undan uyg'onishini va xotini qayerda ekanligini hukumatga aytishini so'raydi. Hayratlanarlisi shundaki, Fang bunga rozi bo'ladi va ketadi. Yovuz Chien uni boshqa bir joyga olib o'tadi va ular so'nggi jangga tayyorlanishadi. Ikkovlon bir-birlari bilan jang qilishadi, ammo haqiqiy Chien o'zini g'olib deb hisoblagan vaqtda Yovuz Chienning yana bir nusxasi paydo bo'ladi. Daryo bo'yida yomg'ir yog'ar va Sierra bo'ynigacha suvga cho'kkan edi. U cho'kkuncha bir necha daqiqa qoldi xolos. Jeymisning ongiga qaytgan haqiqiy Chien uning o'z dunyosiga qaytishini iltimos qiladi. Ammo uning yovuz egizagi unga quloq solmaydi. Haqiqiy Chien esa agar o'zini o'ldirsa, yovuz Chien ham o'lishini tushunadi. U bilan birga esa Jeymisning ichidagi barcha yovuzliklar ham ketardi. U o'z rejasini amalga oshirishi bilan yovuz Chien g'oyib bo'ladi va Jeymis shifoxonada o'ziga keladi. Umuman boshqa odam bo'lib uyg'ongan Jeymis politsiyachilarga Sierraning qayerda ekanligini ma'lum qiladi va uni qutqarishadi. Biroq Chien boshqa uyg'onmaydi va film so'ngida Chienning cheksiz tunnel bo'ylab kezib yurganligini ko'rsatishadi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.